Giyohvandlik vositalari kontrabandasiga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va chegara qo'shinlari hamda bojxona organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida yirik miqdordagi narkotik modda to'xtatib qolindi. Xususan, Afg'oniston Respublikasidan Termiz avtoyo'l xalqaro o'tkazish punkti orqali kirib kelgan, oldindan kuzatuvga olingan Denov shahrida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Hyundai rusumli yuk avtomashinasi chuqurlashtirilgan tartibda tekshiruvdan o'tkazildi. Qatlam bor. Tarixniy atrofida bor. Zilyon nima deb gap. Hozir bosamiz, shunaqadan qo'yavergan. Bunda bor. Mana tarixniy. Ha, qarishdim, ha. Ha, bu zilyon. Mana shu Bor lekin. Ha, rangi o'zgaryapti-da. Rangi o'zgaryapti, bunda rangi. Natijada uning yukxonasida bo'lgan jami 750 dona afg'on qozonlarining 210 donasi ichiga xufiyona tarzda yashirilgan, umumiy taxminiy og'irligi 190 kilogramm 800 grammni tashkil etuvchi gashish moddasi borligi aniqlandi. Bo'lyapsizlarmi? Ma'lum bo'lishicha, mazkur afg'on qozonlari ishlab chiqaruvchi tomonidan Markaziy Osiyo respublikalaridan biridagi xo'jalik yurituvchi subyekt nomiga yuborilayotgan bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.